Saodat asri qissalari. Dardli bir ota. Abdulloh ibn Abu Hamsa Abul Qosimdan bir miqdor mol oldi. Lekin yonida mol haqiga yetadigan miqdorda puli yo'q edi. Ammo u insofli kishi bo'lgani uchun keyinroq qarzini olib kelishiga izn berildi. Aniq bir kun tayinlandi. Shundan keyin Abdulloh, "Meni falon yerda kutasan, yo Abul Qosim, falon soatda uchrashamiz", dedi. So'ngra xayrlashdilar. Va'dalashilgan kun yetib keldi. Ammo Abdulloh ibn Abu Hamsa kelmadi. Bir ozdan keyin kelib qolar deb kuta boshladi. Oradan bir necha soat o'tdi. Biroq hech kim kelmadi. Oqshom tushdi hamki hech kim kelmadi. Muhammad ibn Abdulloh kechasi shu yerda yotib qoldi. Ertalabdan yana Abu Hamsa va'dasining ustidan chiqadi degan ilinjda to kechqurungacha intizor kutdi. Abdulloh va'dasi esiga tushib, kelishilgan joyga yugurib kelganida 3-kun ham o'tib borayotgan edi. "Ey yigit, mening toza adabimni berding. 3 kundan beri seni shu yerda kutib o'tiribman", dedi. Abdulloh uzr so'radi. Maqsadi uni aldash bo'lmagani, yodidan ko'tarilgani sababli shunday bo'lib qolganini aytdi. Abdulloh keyinchalik shu voqeani eslar ekan, "Agar men uning o'rnida bo'lsam, bergan so'zimning ustidan chiqay deb 3 kungacha kutib o'tirmasdim. Kutgan taqdirimda ham qarzdor kishi mendan bunchalik oson qutulmasdi", degan edi. Qalb qabilasining haj safaridan qaytgan kishilari to'g'ri uylariga kirib bordilar. Hech kim gaplashmay dastlab butlarning qoshiga yaqinlashdilar. Qo'llarini unga surkadilar. Ketayotganda ham shu alfozda xayrlashgan edilar. Arablarda odat shunaqa edi. Safar davomida xaloskor bo'lishlari, baraka keltirishlari va tahlikalardan muhofaza etilishlari uchun shunday qilinardi. Bir ozdan so'ng ko'zlari yoshli Xorisani topdilar. "Xushxabar keltirdik ey Xorisa, o'g'lingni topdik", dedilar. Xorisa hech kutilmagan daqiqada bunday xushxabarni eshitib es-hushini yo'qotib qo'ydi. Ularning bo'yniga osildi. "Rostmi? Qasam iching, Tangrilar nomidan qasam iching". Yig'lashni ham, sevinishni ham bilmasdi. Bir amallab o'zini tutib oldi. So'ngra ukasini qidirib topdi. Bor boyligini bir xaltaga solib ukasi bilan birga yo'lga chiqdi. Safar uzoq davom etdi. Har daqiqa soatlar kabi cho'zilayotgandek bo'lib tuyulardi. Xorisa betoqat edi. Go'yo oxiri yo'qdek tuyulayotgan yo'lga qayta tikilar, ayovsiz qizdirayotgan quyoshga yolvorgudek boqar, bir daqiqa bo'lsa-da ertaroq Makkaga yetish uchun tuyasini tinmay qamchi bilan savalar edi. Tezroq yur jonivor, Zaydimni juda sog'inganman", derdi. Yo'l bo'yi otashin she'rlar o'qib bordi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni artib ham o'tirmadi. Nihoyat aka-uka Makkaga yetib bordilar. Duch kelgan kishiga "Muhammad ibn Abdullohni qidiryapmiz", der edilar. Yana bir necha kishidan so'radilar. Hamma ularga Hoshimiylarning manzilini ko'rsatardi. Nihoyat bir kishi "Uni Ka'baning yonidan topasiz", dedi. Baytning yoniga keldilar, so'radilar, ko'rsatishdi. Xorisa ko'rsatilgan odamni ilk bor ko'rgandayoq izlagan odamini topganiga, qalbida Zaydni beshak qutqarishga qat'iy ishonch tug'ilgan edi. Bu muborak chehra, marhamat va shafqatga to'la bu nigohlar, ishonch tug'diradigan bu sumbat bir qarashdayoq Xorisaga ko'p narsani anglatgan edi. "Al-Amin senmisan? Ey purziyo kishi?" "Ha, menman." "Ya'ni Abul Qosim, Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdulmutallib?" Ha, menman." "Maqsadingiz nima?" Xorisa yutindi. So'ngra maqsadga o'tdi. "Ey Abdullohning o'g'li, ey Abdulmutallibning, ey Hoshimiyning o'g'li, ey Qurayshlarning buyugi, sizlar haram xalqsizlar va harami sharafning qo'shnilarisiz. Baytullohning yonida mahbuslarning asorat kishanlarini yechib, musofir va ochlarni to'ydirasizlar. Sizlar bilan birga bo'lgan o'g'limizni so'rab keldik. Sen uni ozod qilishimiz uchun xohlagan narxingni aytib, bizni shod xurram va minnatdor qil.
Biz senga o'sha pullarni beraylik. Uning evaziga sen o'g'limga erkinlik ber. Horisaning kuyib-pishib aytgan bu so'zlarini diqqat bilan tinglagan Abul Qosim unga shunday savol berdi. O'g'lingiz kim? Zayd ibn Horisa. Sizning taklifingiz durust, ammo buning boshqa bir chorasi ham bor. Qanday chora? Zaydni shu yerga chaqirtiramiz, istaganini qilsin. Agar siz bilan qaytib ketishni istasa, marhamat, olib ketaverasiz. U holda qutqarish uchun pul berishingizga ham hojat qolmaydi. Agar men bilan qolishni istasa, u holda men ham meni tanlagan kishini zinhor hech narsaga almashtirmayman. Xudo haqqi, sen o'ta darajada insofli va adolatli kishi ekansan. Biz sening taklifingga bajonidil rozimiz. Zaydga xabar berildi. Horisa hayajondan titradi. Nahot bir necha daqiqadan so'ng jigar go'shasini ko'rsa, nahot uni bag'riga bosib, yuragining hasrat dog'larini yuvsa. Nihoyat, Horisa qo'lini peshonasiga tutdi. Ko'z oldi qorong'ilashib ketdi. O'rnidan sakrab turdi. O'g'liga yopishdi. Mahkam quchoqlab, to'yib o'pdi, hidladi. Ota-bolaning uzoq ayriliqdan keyingi uchrashuvi o'ta ta'sirchan edi. Sevinch ko'z yoshlari bilan yo'g'rilgan bu holat bir muncha vaqt davom etdi. Ey Zayd, bu odamlarni taniyapsanmi? Ha, mana bu kishi otam, bunisi esa amakim. Otang seni olib ketish uchun kelibdi. Mening senga bo'lgan mehr-muhabbatim, shafqatimni o'zing ham juda yaxshi bilasan. Hozir yo meni tanlab shu yerda qol, yoki ularni tanlab uyingga bor. Zayd hech ikkilanmay javob berdi. Men hech kimni sizdan ustun qo'ya olmayman. Sizdan afzal ham ko'rmayman. Siz menga ham ota, ham ona o'rnidasiz. Albatta, siz bilan qolaman. Horisa quloqlarining qizib ketganini his etdi. Qaroring qat'iymi, Zayd? Bizni emas, uni tanlayapsanmi? Ha. Horisa hushidan ketib qolayozdi. Amakisi, ming afsus, jiyan, nahotki sen ozodlikni emas, qullikni tanlaysan? Qul bo'lishini otang va amakingning panohida bo'lishdan ustun qo'yib, o'z yurting va o'z go'shangga qaytishni istamaysan. Men bu buyuk insondan ko'rgan yaxshiliklarni hech narsaga almashtira olmayman. Uning yonida qolaman. Horisa hamon tush ko'ryapman deb o'ylar edi. O'g'lim, biz hazillashish uchun kelmadik, dedi. Men ham hazil qilayotganim yo'q, otajon, rost so'zlayotirman. Ortiq Horisaning qo'lidan hech narsa kelmas edi. Shu payt Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh Zaydning qo'lidan tutdi. Ka'baning Hijr deb ataluvchi qismiga olib bordi. Bir toshning ustiga chiqardi va shu yerdagilarga xitoban: "Ey insonlar, shohid bo'linglar, Zayd mening o'g'limdir. Uni o'zimga farzand qilib olayotirman. U mening merosxo'rim bo'ladi", dedi. Horisa va uning ukasi bu so'nggi xatti-harakat natijasida yonayotgan yuraklariga muzday suv sepilgandek bo'lganini his etdilar. Endi bo'lar ish bo'ldi, deyishdan o'zga chora qolmagan edi. Bundan keyin Zayd ibn Horisa emas, ibn Muhammad deb atalajak va uzoq yillargacha shunday bo'lib qoladi. Horisaning Zayddan ajralishi qiyin bo'ldi. Necha yillar uning hasratda kuyib borayotgan beto'xtov oqqan ko'z yoshlaridan rangi siniqqan. Nihoyat uning xabarini eshitib, bor yo'g'ini yuklab, qush bo'lib qanot yoyib, uchquvdek bo'lib yetib kelgan. Umidlari katta edi. Ichida ming xil his-tuyg'u jo'sh urgan Horisa uyga ajoyib bir inson bo'lib qaytdi. Hidi hamon dimog'idan ketmagan suyukli farzandidan judo bo'lish taqdiriga yozilgan ekan, ammo o'g'li endi asir emas edi. Erkinlikdan mahrum bir qul xizmatchi emas edi. Qo'llaridan zo'rlik bilan tortib olinmagan edi. Otasi va amakisini ham seva-seva tark ettiradigan darajada sevilishiga munosib deb bilgan nur yuzli bir insonning yonida qolishini shaxsan o'zi afzal ko'rgan edi. Horisa ba'zan shularni o'ylab ko'ngliga taskin berar, ba'zan g'unchadek jigar go'shasini ortiq ko'rmasligi esiga tushib, yig'lab ketar edi. Qo'ylarning ko'pligi bilan shuhrat qozongan Qalb qabilasi uzoqdan ko'rina boshlaganda ham Horisaning soqolidan ham yoshlar dumalab oqar edi. Hadicha yana bir o'g'il ko'rdi. Uning ismini Abdulloh qo'yishdi.
Juda chiroyli, juda yoqimtoy bu bolaga otasi Tayyib Tohir laqablarini bergan edi. Ba'zan Abdulloh, ba'zan Tayyib, gohida esa Tohir deb suyar edilar. Uni yer-u ko'kka ishonmasdilar. Oradan bir necha oy o'tdi. Avval Qosim, so'ngra Abdulloh hayotdan ko'z yumdilar. Bu judolik ota-onani chuqur qayg'uga soldi. Zayd ham o'zi kechagina yelkasiga opchib o'ynatib yurgan bu go'daklarning vafotidan qayg'urib, ularning ota-onasi bilan birga yum-yum ko'z yosh to'kdi. Keyinroq Xadicha xonim birin-ketin Ruqayya, Zaynab va Ummu Gulsum ismli 3 qiz ko'rdi. Uchala qizcha ham istarasi issiq, nurli go'daklar edi. Qizchalarni ko'rgan odamlar Alloh bu oilaga alohida lutfu karam ko'rsatmoqda deyishdan o'zlarini tiya olmasdilar. Hadicha bir qarashdayoq kishi diqqatini tortadigan, ko'ngillarga osudalik bag'ishlovchi farzandlar tuqqanidan, eriga farishtalarni yodga soluvchi go'daklarni hadya etganidan xursand edi. Go'dakligidayoq o'lib ketgan farzandlari Qosim bilan Abdullohning hasratini bu qizchalarga qaraganda unutar, ba'zan yuragida og'riq paydo qiladigan darajadagi achchiq xotiralar bu go'daklar tufayli esdan chiqar edi. Muhammad birin-ketin o'lib ketgan go'daklari uchun achchiq ko'z yosh to'kdi. Ammo ko'nglini bo'shatar ekan, taqdiridan rozi ekanligini ham aytardi. Demak, shunday bo'lishi kerak edi, deb o'ylardi. Farzandidan judo bo'lganda yetuk insonga yarashmaydigan dod faryod chekib yig'lash, yoqasini yirtish kabi qiliqlar unga xos emas edi. Ketganlar uchun kuyib pishishdan ko'ra keyin tug'ilgan qizlar tarbiyasiga e'tibor berish muhimroq edi. Shunday bo'ldi ham. Bir-birlarini sevgan, tushungan, hurmat qilgan, har qanday muammoni ham murosai madora bilan hal etadigan bu ota-ona qurgan oila ushbu go'daklarning porloq ruhiy olamiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ular urush janjalni, yomon so'zni bilmaydigan, uyat so'z eshitganda yuzlari lov-lov yonadigan hayoli, andishali qizlar bo'lib ulg'aydilar. Ota-ona farzandlari odobidan mamnun edi. Ularni ko'cha emas, aynan mana shu oila tarbiyalagani ko'zga yaqqol tashlanib turardi. Ko'rganlar Muhammad ibn Abdulloh bilan Xadichaning farzandlari bundan o'zgacha bo'lishlari mumkin emas, deydigan noyob gulg'unchalar bo'lgan edi bu qizlar. Ko'chada o'ynab yurganda bolalar uylaridagi butlar haqida ham bahslashardilar. Shubhasiz bu hol uyda ota-onalari eshitgan gaplarning natijasi edi. Ba'zi bolalar hatto qo'lidagi oxirgi xurmosini ham yemasdan buni salamga yediraman deb uyga qarab yugurib ketardi. Birozdan so'ng o'sha bola yana qo'lida xurmo bilan qaytib chiqib, "Sanam yemadi" derdi. So'ngra "Yemasa yemasin, o'zimning og'zim yo'qmi?" deb yeb qo'yardi. Bolalarning bunday ayanchli ahvolini ko'rib Zaynab o'zlarining uylarida sanam yo'qligini eslardi. Ruqayya opasidan so'raganida, "Otam, ular ham ko'chadagi toshlardan biri deydilar" degan javobni olgan edi. Kun sayin ulg'ayib husniga husn qo'shilayotgan qizlar qaralik sari yo'l olgan onalariga uy ro'zg'or ishlarida yordamlashar, og'irini yengil qilishar edi. Hech bo'lmasa hali beshikda yotishdan boshqa narsaga kuchi yetmaydigan, yig'lash o'rniga kulimsiraydigan Ummu Gulsumni ovutishda, unga yoqimli ovozda alla aytishda yordamchi bo'lishar edi. Mahalladagi ba'zi bolalar kabi orsiz, badaxloq emas edilar. Bu ham Xadicha xonim uchun yuksak ne'mat edi. Ularga boqarkan, kim biladi otalari shu yoshda qanaqa bo'lgan ekan deb shirin xayol surardi. Birin-ketin Qosim bilan Abdullohni olib ketgan ajal bir kuni kelib endi ochilayotgan bu g'unchalarni ham olib ketarmigan yoki kun sayin chiroy ochib borayotgan bu go'daklarning ulg'ayib biron go'shiga kelin bo'lib boradigan kunlari ham keladimi? Ular esa beg'am, beg'ubor holda. Xadicha xonim tevaraklarida yugurgilab o'ynab yurishar, ba'zan yonoqlarini tutib, "Bitta o'pib qo'ying otajon, bitta o'pib qo'ying onajon" deya erkaliklar qilishar edi. Xadicha onamiz bu shodon qizchalariga qarab turarkan, yuraklarining tub-tubini bu hazin o'ylar ishg'ol etardi. Allohim, sen nimani xayrli deb bilsang shuni qil, der edi go'yo.
nur yuzli ambar hidli Muhammadning hurmati uchun bolalarimizni o'zing asra. Allohim, deya iltijo qilar edi. Fil hodisasidan 32 yil keyin Makka aslzodalaridan biri Valid ibn Mug'ira ham o'g'il ko'rdi. Kelajakda nomi islom tarixida oltin harflar bilan yoziladigan bu go'dak mashhur Xolid ibn Valid edi. Tutgan joyidan kesadigan, qo'rquv nimaligini bilmaydigan bir inson bo'lib yetishajak u. Musulmon bo'lguncha ham, musulmon bo'lganidan keyin ham jasorat, mardlik va dovyuraklikni jonli timsoli bo'lib tanilajak. Valid arslon bolasidek bir farzandga ota bo'lganidan bag'oyat xursand edi.